sovuq kunlardan keyin quyoshli kun keldi. Xonadonda chaqaloq dunyoga kelgan, eshituvga keldik. O'zi aytishadi-yu, insonni fe'li qanaqa bo'lsa, xonadon egalarining fe'l-atvori qanaqa bo'lsa, ularni qiladigan katta-kichik marosimlar ham xuddi o'zlari kabi fayzli bo'ladi. Bugun quyoshli kun, quyoshli insonlar, yuzlari tabassum, xursandchilik, iloyim har bir xonadonda shunaqangi chaqaloqlarning yig'isi jaranglab, kulgulari jaranglab tursin deymiz. Va mana bunday orzu-havasli xudolarimizni ham topgan kunlariga baraka bersin. Faqat yaxshi kunli bo'lursin. Biz san'atkorlar qamishdan bel bog'lab chiroyli bir ishtirokimiz bilan kelib, sizlarni xonadoningizda shu chaqaloqlarni yangi mehmon qo'shig'imiz bilan kutib olishlik bizga ham nasib etsin. Jarayonlarni kuzatib boringlar, biz qo'yib